Men shunday bir odamni yaratishim kerak ediki, avval mavjud bo'lmagan. U har qanday azob-uqubatni, og'riqni, tanqidni qabul qila oladigan bo'lishi kerak edi. Oxir-oqibat dunyo niger deb haqoratlasa ham, ularga qarab ko'zimdan yo'qoling deb ayta oladigan odamni yaratdi. Bu qat'iyatli fikrlash tarzini og'riq orqali yaratdi. O'z hayotimni sindirish orqali bunga erishdim. Agar kecha soat 3 da tashqarida yomg'ir yoki qor yog'ayotgan bo'lsa, birinchi fikr tashqariga chiqma bo'ladi. Hissiyotim esa yo'q, tashqariga chiqib uni bajarishimiz kerak deydi. Hayotimdagi har qanday qiyin va odatda yo'q deb ataydigan narsalarimni bajarishga o'zimni majbur qilardim. Ko'pchilik uchun bu inson uddalay olmaydigan ishlar edi. Lekin men buni qilishim shart edi. O'sha paytda vazn tashladim. Vazn tashlab ish beruvchi oldiga qaytdim va guruhga qo'shildim. Bir yil ichida 3 marta jahannam haftaligi mashg'ulotlarini o'tkazdim. Bilishimcha bir yilda 3 ta jahannam haftaligi